Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu obyektimiz 8 sotixga joylashgan bo'lib, bu obyektimizni 18 ga 22,5 eni uzunligi. Noldan qurib bitkizganmiz bu uyda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasizlar. To'liq suvog'i bo'lib, to'liq imzolamlar qo'yilgan bu yerga. Termo qo'yganmiz. Uyimizni eni 16,5-16 metr. Bu yon tarafdan ko'rinishlari. Tom qismimiz. Bu tarafdan darvozaxonadan kirib kelish 28 metr. Bu taraf hovlining uzunligi 30 metr. Endi ichkariga kirib borsak, bu yerda to'liq termo oynalar qo'ydirdik. Chaqirganimiz bu tarafda oshxonamiz bor. Juda katta oshxona qilingan. Bu yerda 6 metrga 13 metr katta hol joylashgan. Bu yerda asosiy kirishimizda hol. Chap tarafimizda zal joylashgan bu yerda. Bemalol. Endi bu tarafga boradigan bo'lsak, degilar narsalarni qo'yishgan sizlar uchun. Bu tarafda bitta garderob bor. 2,5 ga 4. Bu tarafda bitta spanli 4,5 ga 4. Termo. Bu yerda sanuzelimiz bor. Bu yerda yana bitta spanli. Bu yerda ham yana bitta spanli joylashgan. Bu yerda umumiy sanuzel. Bu yerda bitta spanli joylashgan. Umumiy ko'rinish shunday joylashgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Uy bino inshootlar qurib, bitkazdirib, remontlargacha qilib beramiz. Elektrikasi, antenaga, beton, g'ish usti, hamma ustalar bor. Bemalol aloqa chiqishlar mumkin. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.